Har bir insonning yutuq va muvaffaqiyatlari ortida ustozlarning mehnati yotadi. Fidoyi muallimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Surxondaryo viloyatida o'ziga xos xayriya tashabbusi amalga oshirildi. Unga ko'ra, o'qituvchilar uchun 100 ta xonadonning boshlang'ich to'lov puli qoplab berildi. Yangi uylar esa ustozlar uchun haqiqiy bayram sovg'asiga aylandi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva tanishtiradi. Surxondaryo viloyati xalq ta'limi tizimida faoliyat yuritib kelayotgan o'qituvchilar uchun e'lon qilingan aksiya ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Chunki boshlang'ich to'lovi viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda tadbirkor tomonidan to'lab berilgan bu uylar nafaqat moddiy yordam, balki o'qituvchilik mehnatiga berilgan chuqur hurmat, minnatdorlik va e'tirof ramziga aylandi. Shu xalq ta'lim sohasida uzoq yillar ishlagan xodim sifatida mana shu kelinim ham o'qituvchi, mana shu joyga keldik. Haqiqatan ham hamma sharoitlar muhayyo. Birdan mana shu shartlarni tushuntirdi va biz ro'yxatdan o'tib, Xalq banki tomonidan bizning pasport ma'lumotlar tekshirildi hamda qisqa vaqtda 39 kvadrat metrli xonadonga shartnoma qilindi. Bu yili bayram Termiz tumanidagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi Nigora Muhammadiyeva uchun ham tuhfalarga boy bo'ldi. U xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni sohibasi bo'lish bilan birgalikda yangi xonadonga ham ega bo'ldi. Xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni taqildi. Ushbu ko'krak nishoni men uchun juda ham xursandchilik bo'ldi va menga prezidentimiz tomonidan sharoitlar yaratib berilganligi sababli o'qituvchilarga viloyat maktabgacha va maktab ta'limi tomonidan boshlang'ich to'lovi to'langan imtiyozli uylardan berildi. Biz o'qituvchilar uchun bu haqiqiy bayram tuhfasi bo'ldi. Termiz tumani Yangi O'zbekiston massivida qad rostlayotgan ko'p qavatli uylardan xonadonga ega bo'lgan o'qituvchilar bu kabi tashabbuslar pedagog kasbining qanchalik ulug' va beqiyos ekanligini yana bir bora ko'rsatishini ta'kidlaydi. Albatta, har bir ustoz e'tibor va e'tirofga loyiqdir. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimatlayev, Surxondaryodan.